eshigini o'zi alohida tema. Diskasini o'zi alohida tema. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa mashina oldi turibmi? Mustangmi? Kommentariyada qoldiring. Men mashinani ko'rsataman sizga. Neta S akalar 2024-2025-yil bezramchini oynalar ko'rgan odam eshigini yarmi yo'q ekan deb o'yladi, lekin o'zi shunaqa chiqqan, bilasizlar, juda ham zamonaviy mashina. Bilasiz, bu mashinamiz gibrid bo'ladi. Zapas kodi 1300 km. Diskalarni ko'rsatib o'tdim. Qo'shimchasiga $2,500 diskalar taqib qo'yilgan. Buni salon holatlari umuman boshqa tema, salonni ko'rsataman. Meni eng maza qilgan joyim akalar, monitorni qarang. Netlar shunaqa ishlab o'ryapti, mashinani havas qiladigan darajada. Mashina juda ham zo'r mashina. Salon holatlari ideal tutilgan ekan. Akalar, mashinaning narxini talashib tortishib 29,900 gacha tushirdik. Egalanma numerini pastda qoldiramiz. Bunaqa zamonaviy, neobычный inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun inomarka Namanganga a'zo bo'lib, videoga like bosib, eng yaqin do'stlaringizga shunaqa mashina niyat qilib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kommentariyada qoldiring, sizga ko'proq qanaqa mashina yoqadi.